Suhrobjon Qayimov birinchi bo'lib ringga chiqib keladi. Ikkalasi ham mamlakatimiz vakili, ikkalasi ham yorqin sportchilar. Suhrobjon Buxoro viloyati vakili hisoblanadi. Professional rekordi 4 g'alaba, 5 ta jang, 4 ta g'alaba, 1 ta mag'lubiyat. G'alabalardan 2 tasini muddatdan avval yakuniga yetkazishga muvaffaq bo'ldi. Va uning raqibi ringning qizil burchagiga taklif etamiz. Aloxon Abdullayev. Mana bu bokschini ham menimcha muxlislar juda yaxshi Namangan. O'g'lonlar hali mag'lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan charm qo'lqop ustasi Aloxon Abdullayev, jahon chempionati sovrindori. Uning otasi Ayibxon Kamolov, bu ham o'zbek sportida yorqin iz qoldirgan insonlardan. Yakka kurashda diqqatli do'stlar, sportchilarni sizga tanishtirib o'taman. Ko'k burchakda sportchi bo'yi 181 cm, 2019-yil havaskor boksda Osiyo chempioni, 2023-yil professional boksda Osiyo chempioni. Professional natijasi 5 ta jang, 4 ta g'alaba, 1 ta mag'lubiyat, 2 ta nokaut bilan g'alaba. Olqishlaringiz Suhrobjon Qayimov. Suhrobjon Qayimov o'zingiz eshitingiz Osiyo chempioni, ajoyib bokschi. Qizil burchakda bo'yi 180 cm. U kattalar o'rtasida jahon chempionati sovrindori, Osiyo chempioni. Professional natijasi 5 ta jang, 4 ta g'alaba, 1 ta durang. Olqishlaringiz Aloxon Abdullayev. Aloxon Abdullayev qarshisida Suhrobjon Qayimov. Demak, nom nuqtai nazaridan, raqobat nuqtai nazaridan eng yaqin jang bo'lib o'tishi kutilayotgan. Kuzatamiz sizlar bilan do'stlar. Doston Zaripov so'nggi ko'rsatmalarni berdi. Barchasi tayyor. Bo'y borasida ustunlik Buxoro viloyati vakilida Suhrobjon Qayimov. Ko'k burchakdagi bokschida ko'ramiz, kuzatamiz sizlar bilan do'stlar, tomosha qilamiz birgalikda albatta. Har ikkisi chapaqay. 3-raund. Hozircha kuchli zarbalar yo'q. Kuzatuv zarbalari himoyani o'ylab chiqishyapti. Yana ikkilik zarbasi Aloxon Abdullayevdan
biroz og'ir yuklashga harakat qilib ko'rdi. Surobjon javob qaytarishga urinmoqda. Yo'q, qilmayapti. Chuqur himoyaga o'tyapti va raqibini nigohidan qochirmayapti. 3 ta zarbadan iborat bo'lgan kombinatsiya himoyaga tegmoqda. Demak, himoya joyida. Qanday chalg'itishga harakat qilib ko'rdi. Hozir qorniga va boshiga raqib qarshi hujum amalga oshirishga tayangan edi Allohxon Abdullayev. Jab. Yaxshi kombinatsiya. Birinchisiga taqib olgan holda hozir zarba yo'lashga harakat qilib ko'rdi Allohxon Abdullayev. Hozircha ishlashga beryapti raqibiga. Qorniga o'tdi zarba. Tabassum qilib qo'yapti raqibiga qarab. Allohxon Abdullayev va Qayimov oldinga o'tishga urinib ko'rdi. Qorniga, boshiga ikkilik zarbasi klassik uslubda, ya'ni 3 ta zarbadan iborat bo'lgan kombinatsiya juda mustahkam himoya Qayimovda. Ring bo'ylab harakatlanyapti, turib qolmayapti, kutyapti. Allohxonni yana bir kombinatsiya, qarshi hujum bo'lmadi. Darhol reaksiya namoyish etdi, hududda qolmadi Allohxon Abdullayev. Hujum hududida. Mana shu 4-zarbani qo'shishi kuchli jihatlardan biri hisoblanadi. Chunki qarshi hujumga o'tmoqchi bo'lgan raqib 4-zarbani ko'rib tabassum almashyapti bir-biri bilan. Yaxshi kombinatsiya, o'ng qo'l boshiga o'tkazdi zarbasini Allohxon Abdullayev. Biroz avval Qayimov mana shunday ortga chekinayotganda, endi teskarisi almashyapti joy. So'nggi daqiqa o'tib boryapti. Qorniga zarba o'tdi. Qorniga zarba, ikkilik zarbasi. Kuchli zarba yo'lashga harakat qilib ko'rdi. Chap qo'lda jigariga. Qayimov o'ng qo'lga tegyapti va ochiq jangga kirishib ketishadimi bokschilar? Kirishib ketishmoqda. Chap qo'l qisqa masofa. Surobjon Qayimovning zarbasi mo'ljalga bormoqda va do'stlar, birinchi raund yakuniga yetdi. Daraja bir xil bo'lsa, jang ham o'zgacha bo'ladi. Yana ozgina. Bokschilarni qo'llab-quvvatlaymiz. Xumorini eshitilmayapti. Yaxshilar. Mana shu kerak edi albatta. Mana shunisi kerak. Arenaning qo'llab-quvvatlashi. Shohjahon Ergashev oy yakunida o'zi ham jang o'tkazishi kerak. Tayyorgarlik ko'ryapti. Nasib qilsa birgalikda kuzatib boramiz. Ikkinchi raund boshlandi. Judik zarbasi qorniga o'tyapti. Ko'rdik, Qayimov aynan o'sha raund so'ngida chap qo'lda imkon qadar og'irroq zarba yo'lashga harakat qilib ko'rdi. Jab o'tyapti. Allohxon buni bilib turibdi va har bir hujumidan so'ng hujum hududini uzoqlashtirishga muvaffaq bo'lmoqda. Hozir o'tdi zarba jigariga. Kombinatsiya qorniga yakunladi. Mana bunday zarba qorniga o'tkazmoqda Qayimov. Jang davom etish kerak. O'ng qo'l to'g'ridan yo'llangan zarba, lekin o'ng qo'l yondirilma zarba yo'llashga ham muvaffaq bo'ldi Qayimov. Allohxon Abdullayev turish holatini o'zgartirmoqda. Kutyapmiz. Qarang, birgina xato tushuntirishdi.
jangni davomiga keskin ta'sir o'tkazishi mumkin. Shu sababdan ham xatoga yo'l qo'ymasdan jangni davom ettirishyapti ikkala bokschi. Qanday kross o'tyapti. Qayimov qochyapti Abdullayev. Qorniga zarba o'tdi, boshqa ham o'tkazib yubordi. Mana bunday kombinatsiya 2-3 zarbadan iborat bo'lgan. Muxlislarga yoqadigan boks namoyish etmoqda endi Qayimov hozir oldinga o'tishga harakat qilib ko'rdi. Klinch bu shekildan chiqib ketilmoqda. Jangni kuzatishda davom etamiz do'stlar. Ikkilik zarbasi himoyadan yorib o'tgan holda o'tkazyapti Abdullayev. Konsentratsiya maksimal darajada. Ko'ryapmiz, Qayimov imkon qadar o'sha yakka zarbalarga tayangan holda jangni olib boryapti. Mana shu o'tkir uchyapti, jigariga, boshiga kross amalga oshirgan holda Aybxon Kamolov o'tirib ko'ra olmaydi endi bu jangni. Qayimov ta'qib qilyapti o'sha zarbasini o'tkazish uchun. O'tdim, ko'rmadim. Hozir referi to'sib qoldi. Klinchda qolib ketishmayapti. Jang ko'rsataylik deyotgandek muxlislarga. Yana ikkilik zarbasi. O'ng qo'l zarba himoyaga tegyapti. Raqib yaqinlashishini kutib Allohxon Abdullayev yaqinlashmadi. Ikkinchi raund ham yakuniga yetmoqda do'stlar. Qayimov Allohxon Abdullayev qaramaqasida. Takrorlab. Qayimov o'tib mana shu chap qo'lda. Mo'ljalga borsam-a, shuning uchun ham o'rganib chiqilgan, shubhasiz. Allohxon Abdullayev har bir hujumida konsentratsiyani shu sababdan ham yo'qotmayapti. Second out. Uchinchi raund. Round 3. Uchinchi raund boshlandi. Taqib qilyapti endi Qayimov. Ko'proq zarbalar yo'llashga harakat qilmoqda. Faolroq hujumda. Himoyani esdan chiqargan holda 3-chi raund boshlandi. Ochkolar bo'yicha imkoniyatni boy berayotgan bo'lishi mumkinligini tushunib turibdi Qayimov. Chunki ko'proq harakatda Abdullayev. Klinch. Jang davom etadi. 1 daqiqa ortda qoldi. Jab. Chap qo'l, qisqa masofa, yon taraflama. Kombinatsiyani yakuniga yetkazishga harakat qilyapti. Qayimov oldinga tashlandi, tabassum qilishyapti. Qorniga, boshiga zarba o'tdi hozir. Nega joyda turib qoldi, ha? Suhrobjon Qayimov. Jang qilish kerak. Mana bunday chap qo'l to'g'ridan yo'llangan zarba revansh oldi o'sha holat uchun. Ochiq jang. Ochiq jang ko'ramizmi? Yo'q. Ikki zarba va hududda yana chiqib ketmoqda. o'ng tomonga olgan holda Allohxon Abdullayev burchakda raqib kutib olishga harakat qilyapti. Qayimov Abdullayev konsentratsiyani yo'qotmagan tarzda hozir hujumlar bilan mana shu burchakdan chiqib ketdi. Ikkinchi burchakka borib qoldi. O'ng qo'l, chap qo'l zarba. Klinch.
muhabbatlashyapti. Chap qo'l yondirilma zarba. Ikkilik zarbasi ortida. Yana ikkilik zarbasi. Kutayotgandek nimanidir. Qayimov. Chap qo'l yondirilma zarba, anchagina kuchli. Qayimov ijrosida Aloxon Abdullayev qanday javob qaytaradi? Ikkilik zarbasi, uchinchisi o'tmadi. Muxlislarga hozir muxlislar uchun biroz harakatlarni amalga oshiryapti, ammo bu ochko bermaydi. O'ng qo'l yon taraflama zarba. So'nggi soniyalar o'tib boryapti. Jab. Quvlashma choq ko'rdik yakunda. Kim naladi? Jang o'zining ekvatoriga keldi. 6 raund belgilangan ushbu bahs. Seconds out. To'rtinchi raund. Round 4. To'rtinchi raund. Jangning ikkinchi yarmisi boshlandi. Darhol ikkilik zarbasi Aloxon Abdullayevdan ko'proq zarbalar yo'lyapti. Og'irroq zarbalar yo'llashga harakat qilmoqda Suhrobjon Qayimov. Qorniga o'tdi zarba, turish holatini o'zgartiryapti Aloxon. Ikkilik zarbasi. Jang qilish kerak. Qorniga zarba, jab o'tyapti. Aloxon Abdullayev ijrosida. Qayimov tayyorlayapti, yana mo'ljallayapti mana shu o'ng qo'lini otishga shay turibdi. Ikkilik zarbasi. O'ng qo'l, chap qo'l yondirilgan zarbalar. Kuzatdi, hozir zarbalar o'tarmikan deya jab. Tayyor turibdi. Qayimov. Ortga chekinmaslikka harakat qilyapti Aloxon Abdullayev. Shu zavqdan ham mana shu joyda turib raqibini kutib olyapti. Bu yerda esa Qayimov yaqinlashib ikkita zarba yo'llashga erishdi. Qorniga zarba kuchli. Tushunarli endi Qaymovning taktikasi. Hozir yaqinlashib bitta zarba yo'llagan holda vaziyatni o'zgartirishga harakat qildi. Yana ikkilik zarbasi. Clinch. So'nggi daqiqa o'tib boryapti 4-raundda. Jang davom etadi. Qayimov kutyapti, mana bitta javob qaytarish uchun. Bitta mana shu zarba yo'llash uchun. Tushunib bo'ldi, ochkolar bo'yicha bu jangda g'alaba qozonish qiyinligini, o'ng qo'l bir baqiya qoldi hozir. Zarbasi o'tishiga referi bilan ko'p bir-biri bilan ko'p jang qilish kerak. Yorqin jang qilyapti ulardan muxlislar. O'ng qo'l zarba o'tdi, to'g'ridan yo'llangan va bu raund ham yakuniga yetmoqda.
Yana bir bor bu kishilarni qo'llab-quvvatlab qo'yamiz. Humo Arena. Asadxo'ja Mo'ydinxo'jayevni yana bir bor bizga namoyish etib berishdi. Abdullayev Seconds out. kiyim almashtirish xonasida esa chempionlik kamari uchun jangga chiqishga Ismoilov 5-chi tayyorgarlik ko'rmoqda. Round 5. Chap qo'l yon taraflama zarba. Yana ikkilik zarbasi. Yana ikkilik zarbasi. Mana maqsad nima? Qaymovda tutib olishga harakat qilyapti. Chap qo'l yon taraflama zarba mo'ljalga boryapti. Suhrobjondan Allohon hozir zarbalar bilan chiqib ketish kerak. O'ng qo'l yon taraflama zarba yo'lladi va hududdan chiqib ketdi. Chap qo'l yon taraflama zarba burchakka taqalib qolyapti. Chap qo'l zarba o'tyapti Qaymovdan va kombinatsiyani boshlab yuboryapti. Endi ortidan yana chap qo'l zarba jag'iga tegishga muvaffaq bo'lyapti. Jigariga javob qaytaryapti Allohon Abdullayev. Klinch. Qizg'in jarayon boshlanyapti endilikda. Ta'kidlaganimdek, Qayimov aynan zarbaga ushlashga harakat qilyapti raqibini. 3 raund, 4 raund o'tmadi mana shu zarbalari va 5-raund kelganda ikkita zarba o'tdi. Biri boshiga, biri jag'iga. Buni esa his qildi Allohon Abdullayev. Endi o'ziga kelib olish uchun biroz ortga chekinish kerak. Yana o'tyapti zarba ring chetida. Zarbalar almashinuvi. Qayimov yana oldinga qarab boryapti. Taktika tushunarli ekan. Yana o'ng qo'l zarbasi joydan turib o'qqa tutishga urinmoqda. Qorniga zarba. Zarbani yaxshi ko'tara olishini ko'rsatyapti Qayimov. 3 raund mobaynida ko'p zarba va javob qaytarishga harakat qilmoqda endi. Allohon Abdullayev qo'li pastga tushgan, bu esa juda xavfli. Chunki Qayimov kombinatsiya emas, aynan yakkalik og'ir zarbalar yo'llashga harakat qilmoqda. Tutib olish ko'rinyapti, beldan past qismiga zarba berib yubordi. Jang davom etadi. Allohon Abdullayev hozir faqat beldan past bizga zarba o'tkazib yubordi, lekin dam olish uchun to'xtatmadi. Jang davom etadi. Chap qo'l to'rdan yo'llangan zarba va bu yo'q endi bahs parterga o'tib ketyapti. Raund yakuniga yetdi. Bu raund endi menimcha barcha hakamlar Suhrobjon Qayimov foydasiga hal qilishadi. Ikkita kuchli zarba o'tkazib yubordi. Bahodir Jalolov tayyorgarlik ko'ryapti kiyim almashtirish xonasida. Seconds out. Diqqat qiling, so'nggi raund, final round. 6-raund. Chap qo'l qo'llar ustidan Qayimov. Ikkilik zarbasi Allohon Abdullayevdan. Chap qo'l yon taraflama zarba Suhrobjon Qayimovdan. Ochiq jang yig'ilish kechadi endi va kim bundan ustunlikka ega bo'ladi zarbalar mashinasi. Qayimov ham Allohon Abdullayev ham hozir chekinmayapti.
Zarbalar yo'llashga muvaffaq bo'lishmoqda. Referi vaziyatga aralashadi va jangni kuzatishda davom etamiz. 2,5 daqiqa aytib o'tdik, eng yorqin jang sifatida bo'lishi mumkin ushbu bahs. Qanday nomlar qatnashdan qat'iy nazar mana shu kechada. Chunki kuchlar teng juda ham. Chap qo'l to'g'ridan yo'llangan zarba o'tkazib yuboryapti Allohxon Abdullayev. Qisqa masofadan. Qayimov davom etyapti. Hamon kombinatsiya yo'q. Faqat yakkalik zarba, faqat taqib, faqat mana shu og'irlik yuklashga harakat qilmoqda. Allohxon Abdullayev esa zarbalar yo'llab chekinishga urinib ko'ryapti. Ikkilik zarbasi, o'ng qo'l chap qo'l yana qorin qismiga, beldan past qismiga zarba berib yubordi. Jang davom etadi. Barchaga manzur kelayotgan. Ketyapti Allohxon Abdullayev. Yaqinroq deya hozir raqibini o'ziga chorlayapti. Yana ikkilik zarbasi. Qayimov ijrosida. Tashlandi. Suhrobjon tashlandi. 1,5 daqiqa vaqt qolmoqda. İkilik zarbasi. Klinch. Qayimov oldinga qarab boryapti. Chap qo'l, o'ng qo'l zarba. Muxlislar olqishlashyapti chunki so'nggi daqiqa o'tib bormoqda Qayimov. O'sha og'ir zarbasini yo'llashga harakat qilmoqda. Abdullayev yiqilib tushyapti. Referi vaziyatga aralashadi. Qorin qismiga zarba. Tavakkal endi bu yog'iga. Qayimov ham, Abdullayev ham zarbalar yo'layapti. Chuqur nafas olgan holda taqibni to'xtatmayapti. Suhrobjon Qayimov. Klinch. Yana ikkilik zarbasi, uppercut zarbasi ortidan Klinch va bo'ldi. Jang yakuniga yorqin jang namoyish etdi. Ajoyib bahs guvohiga aylanyapmiz do'stlar. Allohxon Abdullayev, Suhrobjon Qayimov boshqacha bo'lishi mumkin emas edi. Uslublar o'zgacha. Ko'rdingiz, Allohxon Abdullayev ko'proq zarbalar, o'sha taktik harakat. Qayimov esa raqibini birinchi, ikkinchi raund biroz toliqtirib, o'sha yakka va kuchli zarbaga urg'u bergan holda jangni davom etdi. O'tkazdi 5-raundda mana shu zarbalarni o'tkazdi, ammo Abdullayev o'sha raundda o'ziga kelishga muvaffaq bo'ldi. Yakunni o'zingiz ko'rdingiz. Bu yo'g'iga hakamlar barchasiga oydinlik kiritib beradi.
Humo Arena. Ushbu uchrashuvning rasmiy natijasi e'lon qilinishidan avval ajoyib jang uchun har ikkala bokschini olqishlab qo'yamiz. Albatta. Kelgan. Ana endi diqqat qiling. Rasmiy natija. Birinchi hakam 58-56. Ikkinchi hakam 57-57. Uchinchi hakam 54-60. Hamda ushbu jangda jangovar durang e'lon qilinmoqda. Durang natija. Kimdir mag'lubiyatga uchrasa mana bunday jangda alam qilardi baribir, alam qilardi do'stlar. Lekin bir hakam bir tuta bokschiga to'liq ustunlik bergan ekan, qora qoldi. Kimga ustunlik berganligini bilmayman, ammo to'liq bergan. Do'stlar, takrorlab qarab ko'rishingiz mumkin. Bizda qisqadan ham post ekrandan uzoqlashmang. Asosiylari hali oldinda.